Roblox avatar hiylelariga qarang. Ular boshlovchi skiningizni juda zo'r qilib qo'yishi mumkin. Men bu hiylalarning barchasini videoda ko'rsataman. Avval bir chaqiriq, Liker tugmasini oyoqning kichik barmog'i bilan bosib ko'ringchi, qila olasizmi? Birinchi hiyla, Roblox bosh ekranida avatar tugmasini bossangiz, qahramoningiz shunday ko'rinadi. Lekin Roblox bozorida tana tugmasiga, keyin 3 ta filtr chizigiga otib, maksimal qiymatni 0 ga o'zgartiramiz. Roblox ushbu belgini topmagunimizcha biroz pastga aylantiramiz. Shu yerda va biz uni qutqarmoqchimiz. Agar siz ogil bola bo'lsangiz, men sizga bu qahramonni qayta kashf etishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda sozlash panelini ochish orqali biz tanani bosamiz va tanani rejimini tanlaymiz. Bu yerda siz o'zingizning qahramoningizga moslashtira oladigan ikkita juda aqldan ozgan daraxt tanasini ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, bu tanalar bilan birga biz boshqa kurtaklarni ham ostiramiz va bu bizning qahramonimizning qo'li va oyog'ini ishdan chiqarmoqda. Bu bajarilgandan so'ng biz o'sha kichik qurish tugmasini bosamiz va birinchi modelda biz o'sha kichik topni eng past nuqtaga tortamiz va aynan shu yerda quyida biz uni shu yerda qoldiramiz va ba'zi aksessuarlarni jihozlash orqali siz bizning qahramonimiz uslubidagi sezilarli farqni ko'rishingiz mumkin. U endi bolishdan to'xtaydi. Anchagina zamonaviy ko'rinish uchun oddiyroq model. Endi esa keling ikkinchi usulga o'tamiz. Bu usulda bir nechta sochni bir vaqtning o'zida qo'yish mumkin. Lekin katalogning tana qismida Robloxda buning imkoni yo'qligini ko'rasiz. Keling, bir vaqtning o'zida ikkita sochni mana shunday qilib joylashtirib to'ramiz. Lekin teringizga xohlagancha tuk qo'yishning esa maxfiy bir usuli mavjud. Va buning uchun siz qurilmangiz brauzerini ochasiz va biz qidiruv tugmasini bosamiz. Va bu yerda biz Roblox.com saytida qidiramiz. Shunda siz rasmiy Roblox havolasiga kirasiz. Bu sizni brauzerdagi Roblox bosh sahifasiga olib boradi. Chap burchakka o'tib, avatarni bosamiz. Ushbu bo'limda barcha narsalaringiz ko'rinadi. Tanani bosib, sochlar bilan yuqoriga chiqamiz. Kengaytirilgan rejimga o'tguncha pastga aylantiramiz. Shunda soch identifikatorlarini qo'yish uchun bo'sh joylar paydo bo'lganini ko'rasiz. Va har bir soch turining identifikatorini bilish uchun biz shu yerda kerakli soch turining nomini bosamiz. Terimiz uchun kerakli soch rangi katalogi yuklanmoqda va bu yerda nusxalashimiz uchun mana shu raqamlar seriyasi paydo bo'ladi. Shunday qilib, buni nusxalash orqali biz katalogimizga qaytamiz. Sochni va keyin pastdagi kengaytirilgan tugmasini bosamiz. Siz identifikatorni shu yerga joylashtirasiz va endi men mashinamni to'xtash joyiga qo'yaman. Terimga bir zumda surtmoqchi bo'lgan barcha soch turmagi goyalari. Masalan, ushbu 3 ta goyani shu yerda jihozlash orqali saqlash tugmasini bosganimizda bizning qahramonimiz bir vaqtning o'zida bir nechta soch turmagi bilan jihozlanganligini ko'rishingiz mumkin. Va shu bilan siz inventarizatsiyangiz eng yoqtirgan soch kurmagi bilan aralashtirib zavqlanishingiz mumkin. Va keyingi hiyla shundaki, siz bu yuzni teringizdan butunlay ozod qilasiz. Shunchaki shunday qilish orqali va shu sababli biz bozorimizni ochmoqchimiz va bu kattalashtiruvchi oynadan foydalanib biz buni qidiramiz. Va siz bu yuzni hech qanday Robuxsiz sotib olasiz. Va endi biz ushbu Roblox shlyapasini olamiz. Va shuningdek, qahramonlardan kelib chiqadi. Va siz bu qahramonni aynan shu yerda qidirasiz. Chunki uni qutqarish orqali biz sozlash panelini ochamiz, aksessuarlarni va keyin ko'zoynaklarni bosamiz. Siz o'sha qahramon bilan birga keladigan ko'zoynaklarni taqib olasiz. Buni amalga oshirish orqali biz ushbu kichik jihozga kirishamiz. Profil rasmimiz ostida va biz o'sha kichik sozlash tugmasini bosamiz. Buni qilganimizdan so'ng avval qizil shlyapamizni bosamiz. Va siz ham men qilganidek sozlash usulini bajarasiz. Shunda hammasi ishlaydi. Endi esa ko'zoynaklarimizni tanlaymiz. Chunki shunday qilib, o'zimizga yoqqan soch turmagini taqib ko'rasizki, biz 0 Robux evaziga shu yuzni skinimizda olamiz. Va endi keyingi hiyla uchun siz ushbu mini avatarni hisobingizda 0 Robux evaziga olishingiz mumkin. Va buning uchun bu yerda ushbu Roblox panelida biz avatar bo'yicha bosamiz. Bozorda biz body bo'yicha harakat qilamiz. Filtr tugmasini bosamiz. 0 Robuxning maksimal qiymatini tanlaymiz va uni qo'llaymiz. Siz uni biroz pastga tortasiz va biz uni qutqaramiz. Bu qahramon shu yerda mutlaqo bepul. Shunday qilib, keling, asosiy qismni bosish orqali sozlash panelini ochaylik. Xo'sh, mana bu filtr tugmasidan foydalanib, biz birinchi kichik burish tugmasini tanlaymiz va uni qo'llaymiz. Siz shu yerda va hozir shu yog'ochni tanlaysiz va u qo'l bilan kelmoqda. Siz hozirgina qutqargan qahramon bilan birga keladigan bu qo'lni yoqasiz. Oyoq bo'limiga o'tib, men sizga Roblox hisobimiz bilan birga keladigan shu oyoqni ishlatishni juda tavsiya qilaman.
Buni qilganimizdan so'ng endi qurilish tugmachasiga otamiz va tana uslubi uchun birinchi doirachani imkon qadar pastga tortamiz. Ko'rib turganingizdek, qahramonimiz darrov ancha kichik bo'lib qoladi, lekin ikkinchi blokchada ham uni pastga tortamiz. Mana qarang, qahramonimizning hajmi qanday kichrayib qolganini ko'ring. Eng yaxshi tomoni shundaki, siz qahramoningizning qalinligini ham sozlashingiz mumkin. Bu esa sizning didingizga bog'liq. Shuningdek, boshning o'lchamini ham o'zgartirishingiz mumkin. Uni imkon qadar kichik qilib qo'yishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, qahramonimiz juda kichik bo'lib qoladi, lekin uni yanada kichikroq qilish uchun siz bozorni ochib, uni tadqiq qilasiz. Va siz bu qahramonni hayotga qaytarasiz. Chunki u bilan birga bizning sozlash panelimizni ochamiz va torso orqali otamiz. Va siz biz hozirgina qutqargan qahramon bilan birga keladigan bu tanani jihozlaysiz. Bu sehrga o'xshaydi. Bizning qahramonimiz yanada kichrayib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Lekin oxir-oqibat u nosoz ko'rinmasligi uchun ushbu tugmani bosish va ushbu bepul kiyimni shu yerdan olishingizni tavsiya qilaman. Shimlarga kelsak, men ularni juda tavsiya qilaman. Siz bu shimlarni Null Robuch uchun mutlaqo bepul jihozlayapsiz. Va sochlarmi? Menga bu yoqdi. Menimcha u terimizga juda mos keladi. Va mana shunday qilib bizning xiylanay rangimiz mini avatarimizni Robloxda Null Robuch uchun juda yoqimli qiladi. Va keyingi xiylanay rangmi? Biz yig'layotgan yuzdan butunlay xalos bo'layotgan bo'lishimiz mumkin. Va siz ushbu mini o'yinni shunday qidirasiz. Va biz bu o'yinga shu yerda kiramiz, chunki shu yo'l bilan biz ushbu qahramon tomon yurib, u bilan muloqot qilamiz. Va bu qahramon bilan muloqot qilganimizdan so'ng, biz shu kichik tugmachani bosamiz va on press qilamiz. Chunki shu o'nta pressni bajarganimizdan keyin biz yonidagi missiyalar tugmachasini bosamiz va mana shu yerda biz mukofotni olishimiz mumkin. Shunday qilib, avtomatik tarzda biz bepul itemga ega bo'lamiz. Endi biz shunchaki Roblox logotipini bosishimiz va keyin chiqish tugmasini bosishimiz kerak. Va buning uchun inventarizatsiyamizni ochaylik. Va bu qizil displeyni yoqish orqali biz ushbu vitesni kichik sozlash tugmachasida topamiz. Keyin shlyapamizni bosamiz va siz aynan shu yerda o'sha sozlashni amalga oshirasiz. Biz hozirgina sotib olgan bu buyumni jihozlaymiz. Va endi aksessuarlarni sozlash rejimida kichik jihozlarimizni ochaylik. Va bu elementni sozlashga to'g'ri kelib, siz men sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani aynan shunday qilasiz. Va bizning ko'z yoshlarimizga botgan yuzimiz shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Robloxda bepul va keyingi xiyla Robloxda boshimizni ko'rinmas qilishga va'da beradi. Bu ishlaydimi? Xo'sh, keling, buni sinab ko'raylik va buning uchun mening boshlang'ich terim bilan biz bozorni ochamiz va bu kichik menyuda biz uni qidiramiz. Shunday qilib, bu belgi biz uchun Null Robuch uchun paydo bo'ladi. Chunki siz Roblox sozlash panelini ochganingizda siz tana tugmachasini topasiz. Teri rangi aynan shu yerda. Kengaytirilgan rejimda biz bosh rejimini tanlaymiz va oq rang tanlangan holda o'sha kichik sharni butunlay qora rangga aylanguncha iloji boricha chapga sudraymiz. Va buni amalga oshirish orqali biz aksessuarlarga murojaat qilamiz. Va ko'zoynak rejimida siz o'zingiz yoqtirgan ko'zoynaklarni taqasiz. Men bu ko'zoynakni taqib qo'yaman. $9 ga olmoqchi bo'lganlarchi? Robuch bu ko'zoynak nomidir. Darhol bosh kiyimdek shu buyumni jihozlayman. Buni amalga oshirish orqali biz endi body'ga kirib konstruksiyon tugmasini bosamiz. Xo'sh, bu yerda biz qahramonimizni R6 sifatida tanlaymiz. Chunki buni hozir qilish orqali biz to'g'ridan to'g'ri boshga bosamiz va biz o'sha xarakter bilan birga keladigan fikrlash tarzini yo'lga qo'yamiz. Bepul. Keyin personaj sozlamalariga o'tib, avval ko'zoynakni bosaman va shu sozlashlarni amalga oshiraman. Va endi soch kurmagi elementiga o'tamiz. Va ko'rib turganingizdek, aftidan biz ko'rinmas boshimizni Robloxda bepul olamiz. Faqatgina achinarlisi shundaki, bu belgi modeli faqat R6 modelini qo'llab-quvvatlaydigan o'yinlarda ishlaydi. Aks holda bu element butunlay xatolikka uchraydi. Xo'sh, bu hiyla uchun men unga 10 balldan 5 ball berardim, chunki u o'sha videoda bergan va'dasini aniq bajarmadi. Agar sizlar haqiqiy Headless'ga o'xshashroq narsa xohlasangiz, hozirda bozordagi eng arzonini topdim. Afsuski, bu 53 Robuch turadi. Va bilaman, ko'pchiligingiz shu Headless'ga ega bo'lishni orzu qilasiz. Shuning uchun sizga Free Headless sozini izohlarda yozib qoldirishni taklif qilaman. Shunda ehtimol sizning izohingizga yurakcha bosaman. Bundan tashqari, men tasodifiy bir izohni tanlab, shu Headless'ni butunlay bepul tarzda sovg'a qilaman.
Shuning uchun izoh qoldiring.